Assalomu alaykum. Logistalk podkastiga xush kelibsizlar va bizning mehmonimiz Shohruxbek Erkinov. 2017-yilda menga $400 oylik taklif qilishgan. Birinchi suhbatda. O'sha Shohruxga "Sar kelajakda mana shunaqa proyektlaring bo'ladi. Ishonmasdingiz. Shunaqa narsa desa, meni vaqtim bo'lmagan ketgan deb ishonmasdim. Oyligi shunaqa bo'lsa, ertaga 2-3 ming topsam bo'ladi degan menda taassurot paydo bo'lgan. Siz aytayotgan narsalarni intervyuda aniqlash juda ham qiyin. O'zingiz bilasiz. Men yondirib yuboraman, zo'r qilaman, nomer 1 bo'lasizlar. U bu desa, bu red flagga kiradi. Chunki uni sababi o'sha kompaniyaning egasi birinchi navbatda shunaqa holat bo'lganmiki, siz qattiq pand yegansiz kollektivdan, top menejmentdan, u sizga nima o'rgatdi? kecha kirdim CDL Hire proyektiga, bitta bola uxlayapti. Bir og'iz gapirmadim, sababi uni bilaman. Uni holatini tushunaman. Juda ham qiyin davrlar ham bo'lgan. O'sha traktorning soni tushib ketgani, main xodimlar ketib qolganda, shu paytda xayolingizdan nimalar o'tgan? Unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Urib yuborgan bo'lardim. To'g'risi, chunki